Ailada içildiğin güllerini beqishni bak yaxshi ko'radigan, ammo jiq pul qajlamayla eng tez suratda gullik barpo qilsam bo'ladi degan do'stlarga men mavi qo'shqat bo'zakilni urug'ini kuchab tavsiya qilman do'stlar. Urug'ni terib 40 kundan 50 kungacha gullari po'raklab ichilishga boshlaydi. Urug'ni terish usuli intayin oson. Urug'ni termoqchi bo'lgan tuproqni tayyor qilib, undan keyin urug'ni chechib keyindan mashinadagi supurib sug'urib versanglar bo'ldi. 5-6 kunda urug' bexlanib unib chiqishga boshlaydi. Diqqat qildiganimiz bo'lsa, urug'ni terib bo'lgandan keyin yana ustidan top bilan ko'mbatmaymiz, bo'lmasa urug' bexlanib unib chiqolmaydi. Qo'shqat bo'zakilning 10 xil rangning aralashmasi bo'lgan urug'ini astidagi seriqariq esib qo'ydim. Shu kirib setib olsanglar bo'ldi. Bu gulimizni baqmoqmi, ko'paytmakmi intayin oson. O'sgandan keyin o shoxlarini o'shitib sanchib qo'ysanglar, ishtiqlar tutib qoldi. Ham har xil shakllarga kirgizib baqquqlimi bo'ldi. Shoxlar intayin arishim chiqdi. Biladiganlar, mushkulni yaxshi ko'radigan do'stlar, astidagi seriqarida urug'i bor.